Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yozish mahoratini oshirish nomli qo'llanmamizdan darslar yozishni boshlaymiz inshaalloh. Bugun sizlar bilan birgalikda sifr imtihonida tushadigan, yozish bo'limida tushadigan birinchi part deymiz, birinchi qism haqida, ya'ni xatlar haqida gaplashamiz. Xatlar qanaqa bo'ladi? Qanaqa yoziladi? Qanaqa turlari bor? O'shalar haqida birinchi darsimizda sizlar bilan birgalikda tanishib o'tamiz. Xo'p, xatlar haqida birinchi umumiy tushuncha olamiz. Multi-level, ya'ni har xil darajali sifr imtihonida yozish bo'limining birinchi topshirig'ida, birinchi partida, ya'ni talabgordan, ya'ni imtihon topshiruvchidan o'sha berilgan biror bir sizga vaziyat beriladi, o'sha yuzasidan siz xat yozishingizga to'g'ri kelar ekan. Birinchi bo'lib bizda imtihon topshirig'i qanaqa ko'rinishda bo'ladi, o'sha haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, imtihon topshirig'i qanday ko'rinishda bo'ladi? Imtihon topshirig'i mana bu shaklda bo'lar ekan. Birinchi narsa, uktub risalatan ila sadiqika an tajribati safarik va waddih fiha. Do'stingizga safaringiz tajribasi haqida xat yozing va unda ochiqlang deyapti. Va bu narsani biz holat va shart derkanmiz. Sizga holatni tushuntiradi, ya'ni siz safardasiz, falon holatdasiz. Va qanaqa shart? Xo'p, shu holatingizni bildingiz. Endi sharti nima buni bilganingizdan o'sha shartni mana shu birinchi nuqtada yozilar ekan. Va keyingi nuqtalarda esa mana bu nuqtalar qo'yib, qora nuqtalar qo'yib yoki alohida ajratgan holatda beriladi. Sifr imtihonida bu asosiy yoritilish kerak bo'lgan o'rinlarni sizga nima qilib berar ekan? Nuqtalar bilan berar ekan va siz imtihonda mana shu nuqtalarni 3 ta reja qilib yozib chiqishingiz kerak. Hammasiga javob berilishi kerak. Mana shunda siz topshiriqni to'liq bajargan bo'lasiz. Nima deyiladi? Savonni tushunish yarim javob deyiladi. Mana shunda savonni yaxshilab tushunib olib, nimalar haqida yoritishimizni bilib olsak, insho yozishimiz, xat yozishimiz to'g'risi oson bo'lar ekan. Xo'p, nima haqida yozishimiz kerak ekan? O'zimizning safarimiz haqida yozishimiz kerak ekan. Unda qayerga safar qilganimiz, safar qilgan joyimizdagi odatlar va madaniyatlar, thaqofat va odat, madaniyat va odatlar. Ayyu shay'in yu'jibuka aksar. Sizga qaysi narsa ko'proq yoqdi? O'sha narsa haqida ko'proq yozib ochiqlashingiz kerak ekan. Xo'p. Yaxshi, davom etamiz. Xatni strukturasini deylik, ya'ni xatni topshirig'ini strukturasini to'g'risi o'rganib oldik. Demak, topshiriqda birinchi bo'lib holat va shart, va undan keyin esa asosiy yoritilish kerak bo'lgan o'rinlar berilar ekan. Xo'p, endi bularni ko'rib chiqqanimizdan keyin talabgordan, ya'ni sizdan berilgan topshiriqqa kamida 150 ta so'z yozishi talab qilinadi. Ya'ni sizdan 150 ta so'z yozishingiz talab qilinadi. Topshiriqqa to'liq javob berish uchun 150 ta so'zdan iborat xat yozishingiz kerak. Va bu xatni siz 20 minutda yozishga odatlaning. Chunki sizga imtihon topshirig'ining yozma qismida 1 soat vaqt beriladi, ya'ni 60 daqiqa. Siz 20 daqiqa xat yozsangiz, qolgan 40 daqiqani nimaga ajratasiz? Inshoga ajratasiz. 20 minut vaqt ajratishingiz talab qilinar ekan va xatga esa 75 ball, umumiy maksimal ball sifr imtihonida 75 bo'lsa, xatga 25 ball maksimal ball qo'yiladi. 25 ball olishingiz mumkin xatdan. Shuning uchun ham 25 ham hazil ball emas, harakat qilib yozib olish kerak va xat bu sizni topshiriqda sifr imtihonidagi talabgorga kirayotgan talabgorlarga beriladigan sovg'a desa ham bo'ladi buni xatni, chunki siz kirayotganingizda xat haqida iboralar yodlab olgan bo'lasiz, qanaqa yozilish 3 ta rejangiz bo'ladi yozilish kerak bo'lgan. Siz 3 ta reja, xatni turlarini gaplashamiz, xat turlarini bilasiz, xayrlash iboralari, kirish iboralarini bilasiz. Kamida sizda 50 ta so'z taxt turadi, undan tashqari rejalaringiz ham bor. Shuning uchun ham bu 25 ballni siz o'zingizga sovg'a tariqasida o'ylangda. Buni qanday yozing? Berilgan topshiriq asosida osonlik bilan tezda o'ylab yozib tashlashimiz kerak ekan. Uslubiy jihatdan xatlarni ikkita uslubga bo'lib olamiz. Rasmiy xatlar va norasmiy xatlar. Rasmiy xatlarni biz notanish insonlarga yoki mansabdor shaxslarga yozamiz. Misol uchun menejerga xat yozing desa, menejerni tanimaysiz. Masalan, ishxona menejeri bo'lishi mumkin, mehmonxona menejeri bo'lishi mumkin, restoran menejeri bo'lishi mumkin. O'shanaqa menejerlarga xat yozing deyilsa, siz uni nima qilasiz? Bilmay qolasiz. Qanaqa menejerga xat yozish kerak ekan, tanimaysiz uni. Demak, unga rasmiy xat bilan munosabatda bo'lasiz. Direktorlarga misol uchun. Norasmiy xatlarda esa, norasmiy xatlarga siz tanigan insonlarga, ya'ni do'stlarga, qarindoshlarga yoziladigan xat turi norasmiy xat turlariga kiradi.
Rasmiy xatlarda hol ahvol so'ralmaydi va rasmiy xatlar qisman dangal gaplardan iborat bo'ladi. U olib qochadigan hazil huzul gaplar bo'lmaydi. Norasmiy gaplar esa juda erkin yoziladi, hol ahvol so'rashi bo'ladi, hazil mutoyiba qilsangiz bo'ladi norasmiy xatlarda. Masalan, do'stingizga yozsangiz oilang qanday, bolalaring qanday deb yozsangiz bo'ladi. Direktorga yozayotganingiz esa bolangiz qanday, oilangiz qanday deb rasmiy xat yozib bo'lmaydi. Tushunarli? Biz uslubga ahamiyat berishimiz kerak va uslubga ahamiyat berganimizdan keyin sizga ma'noviy jihatdan ham xatlarning turlarini ko'ramiz. Birinchi bo'lib uslubiy jihatdan xatlarni bo'lib oldik. Endi esa ma'noviy jihatdan xatlarni bu yerda men 7 ta turga bo'lganman va yanada turlarga bo'lish mumkin. Shaxsiy xatlar birinchi bo'lib. Shaxsiy xatlar bular doim norasmiy uslubda yoziladi. Shikoyat xatlari doim rasmiy uslubda yoziladi. Minnatdorchilik xatlari bu turdagi xatlar mumkin norasmiy bo'lishi ham mumkin rasmiy bo'lishi ham mumkin. Ya'ni siz minnatdorchilik o'rtog'ingizga bildirishingiz ham mumkin, minnatdorchilikni direktorga bildirishingiz ham mumkin, oyligingizni oshirdi chunki, misol uchun. Uzr so'rash xatlari ham xuddi shunday. Masalan, ishga kech kelganingiz uchun uzr so'rab, tushuntirish xati deb qo'ydik bizda. Uzr so'rab xat yozishingiz mumkin yoki do'stingizga ham uzr so'rab xat yozishingiz mumkin. Ishga kirish yoki bo'shash xatlari ham doim rasmiy usulda yoziladi. Ta'ziya xatlari ham mumkin norasmiy bo'lishi mumkin rasmiy bo'lishi mumkin. Lekin ta'ziya xatlari rasmiy norasmiy bo'lsa-da, deyarli bir xil uslubda yoziladi. Tabrik xatlari ham siz do'stingizni tug'ilgan kuni bilan tabriklashingiz mumkin ekan yoki korxonani biror bir o'sishi orqali o'sib yangi muvaffaqiyatlar qozongani uchun tabriklashingiz mumkin ekan. Ya'ni bularni rasmiy va norasmiy usulda yozishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p. Bugungi darsimizda sizlar bilan xatni tuzilishi haqida ham gapiramiz. Sifr imtihonida kirdingiz, hop sizga xat topshirig'i tushdi deylik, mana yuqoridagi ko'rgan xat topshirig'i tushdi. Endi nima qilasiz? Birinchi bo'lib siz sana va joyni yozasiz. Ya'ni xatni boshlashdan oldin ushbu xat qaysi joydan va qaysi sanada yozilayotganini ochiqlab ketasiz. Misol uchun 20-fevral 2024-yil Al-Qohira. Qohira shahrida turib yozyapsiz. Xat qabul qiluvchining ismini yozasiz. Xo'p, sana va joyni yozib bo'lganingizdan keyin xat qabul qiluvchining ismini yozishingiz kerak bo'ladi. Sana va joy ostidan xatni qabul qilib oluvchining ismini yozishingiz kerak. Bu holatda xatni qabul qiluvchi insonga bo'lgan hurmatingizni bildirish uchun uning ismidan oldin ayrim sifatlarni ham keltirib o'tishingiz zarur. Albatta, xatning rasmiy yoki norasmiy ekanligiga ham ahamiyat berib o'ting. Xo'p, demak, sana va joyni yozib bo'lganimizdan keyin xatni rasmiy odamga yozyapmizmi yo norasmiy odamga yozyapmizmi, o'shanga e'tibor bergan holatda xatni qabul qiluvchining ismini yozamiz. Xo'p, rasmiy xat bo'ladigan bo'lsa, as-sayyid, as-sayyida mansabini aytar ekanmiz. As-sayyid, as-sayyida mudirul madrasati Muhammad Karim Kamal, misol uchun ismini to'liq yozishimiz kerak ekan. Yoki saadatu yoki hadratu, saada hadra degani hazrat degani, hazrat deymiz bizda ham. Hadratu janoblari degan ekan. Ham janoblari, masalan, hadratu mudiri al-maktabi al-madrasati, maktab deymi, al-madrasati ismi kamil, ismini to'liq yozamiz. Doktor ad-doktora deb ismini to'liq, ustoz ustoza deb ismini to'liq yozishimiz kerak ekan. Norasmiy o'rtoqlarimizga, do'stlarimizga, qarindoshlarimizga yozayotgan bo'lsak, azizi, azizati, habibi, sodiqil hamim, sodiqatil hamima, axil karim, uxtil karima yoki abil karim, ummil karima, shunaqa qilib ismini, o'zini ismini bilan chegaralansa ham bo'lar ekan. Bu norasmiy xatlarda. Keyin buni yozib bo'ldik. Xo'p, birinchi sana va joy yozdik, keyin buni bittasini tanlab yozdikda, keyin salomlashdik. Salomlashganimizda ham salomlashning bir necha turlaridan foydalanishimiz mumkin. Eng keng tarqalgani assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va ba'd. Shunaqa deb boshlashimiz mumkin. Yoki qisqa qilib tahiyyatun tayyibatan va ba'd. Va ba'd degani asosiy gapimga o'tsam degan ma'noda. Atamanna an takuna bi sihhatin va afiyatin va ba'd. Sizga sihat va ofiyat, sihat bo'lish kerak. Sihat va ofiyat tilayman deb ham boshlashimiz mumkin. Bu hol ahvol so'rash iboralari ham bor. Bu yerda mana buni bir ko'rib qo'yamiz. Sizlarga sekin-sekin ko'rsataman. Sizlar buni rasmga olingizlar. Xo'p. Endi savol tug'iladi o'quvchilarga, ustoz men bularni yozib olib, keyin hol ahvol so'rashga yana bitta iborasini yozsam bo'ladimi deb. Ha, bo'ladi. Siz men assalomu alaykum va rahmatulloh va ba'ddan keyin arju an takuna bi khayrin va la afdali hal deb davom etsangiz bo'ladi. Agar siz shaxsiy xat yoki norasmiy xat yozayotgan bo'lsangiz, kayfa haluk bu juda ham etu darajadagi
salomlashish hisoblanadi. Siz bunaqa demang, balki arju an takuna bi khayrin va al-afdalil hal deng. Masalan, sizni yaxshi va eng afzal holatda deb umid qilaman deng. Uni o'rniga, kayfa halukni o'rniga yoki boshqacha ayting. Bu yerdagi boshqa bir iborani ayting. Misol uchun arju an tasilaka risalati va anta bi afdalil hal deng. Kayfa halukni o'rniga. Tushunarli? Ya'ni salom berganingizdan keyin bu yerdagi yana bitta iborani ishlatishingiz mumkin ekan. Tushunarli? Lekin 3 ta 4 ta kerak emas, chunki juda ham nima bo'lib ketadi, chuqurlashib ketadi, mutaassiblik bo'lib ketadi, u kerak emas. Ikkita ishlatsangiz bo'ladi. O'ziga qulayini, chiroyli deb bilganingizni yodlab oling. Xo'p, endi siz nima qildingiz? Sana joyi yozdingiz, undan keyin qabul qiluvchini ismini yozdingiz-da, salomlashdingiz u bilan. Hol-ahvolam so'radingiz kerak bo'lsa. Keyin esa xatni nima maqsadda yozayotganingizni tezda bitta ikkita jumla bilan ifodalab ketasiz va bunda xatni ma'nosiga qarab iboralar ham o'zgaradi. Xat qanaqa maqsadda yozilishiga qarab iboralarni ham o'shanga o'xshab o'zgartirib ketasiz. Ya'ni maqsad yozasiz. Bu o'zimizda ham bor. O'zimiz ham SMS yozayotganimizda salom do'stim, yaxshimisan? Men senga mana shu kechagi vazifa nima berilgandi, o'shani so'rash uchun yozyapman deb maqsad yozamiz. Demak, maqsad muhim. Chunki xat qabul qiluvchi odam nimaga xat yozayotganingizni birinchi so'zidanoq bilib olishi kerak. Xo'p, endi maqsad yozib bo'lganimizdan keyin endi sizni davringiz keladi. Mana shu yerdan keyin sizni davringiz keladi. To'ldiruvchi qism. Bu yergacha qarang, yodlab olasiz mana bu narsani. Bittalarni yodlab oldingiz, maqsadni ham bitta maqsadda yoziladigan strukturani yodlab olib, uni ham yozib chiqdingiz. Endi to'ldiruvchi qismda sizda mana bu yuqoridagi xatni yozyapmiz deylik. Mana shu 3 ta qismni 3 ta reja qilib nima qilasiz? Yoritib chiqasiz. 3 ta qismni yoritib chiqasiz ekan to'ldiruvchi qismda. Va buni tugatganingizdan keyin yakunlovchi so'z va xayrlashuv qilasiz. Ya'ni bo'ldi, gapingizni yakunlaysiz va xayrlaysiz. Va masalan, o'zning tilaklaringizni bildirasiz yoki duo qilib qo'yasiz haqqiga. Shunaqa qilib xayrlashib qo'yasiz. Xatni qabul qiluvchi inson bilan. Masalan, qanday xayrlashasiz? Ma'a atyabit tahiyyat, pok salomlar bilan, atyabul umniyat, pokiza tilaklar bilan, fi amanillah, Allohning omonligida bo'ling, ma'a fawaiqil hubbi va taqdir, yuksak muhabbat va hurmat bilan va hokazo iboralar bilan xayrlashish mumkin ekan. Men bularni sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Rasmga oling. Mana iboralar bilan. Keyin oxirida esa xat yozuvchini ismini yozib qo'yasiz. Xat so'ngida xat yozuvchi o'z ismini xat yozuvchiga nisbatan qanday aloqadorligini bildiruvchi so'z, do'st, o'g'il, ota, mijoz, talabkor bilan birga yozadi. Ya'ni siz xat yozuvchini ismini qo'shib yozasiz o'zingizning ismingizni oldiga. Masalan, Sodiqul Hamim, qadrdon do'sting Ali deb misol uchun. Yoki talabgor bo'ladigan bo'lsangiz, mijoz bo'ladigan bo'lsangiz, Zabun deb yozishingiz mumkin, Ali deb. Yoki muvazzaf, xizmatchi, muvazzaful, siz qanaqa xizmatchisiz? Muvazzaful istiqbal, masalan, kutib oluvchi xizmatchimisiz? Receptionda deydimi? O'sha yerda ishlaysizmi? Shunaqa deb yozasiz, Ali deb misol uchun. Xat. Yuqoridagi shartni yana bir marta eslab ko'raylik, esga olaylik-da. Yuqoridagi shartni mana. Bu yuqoridagi shart. Esimizga tushdi. Bir marta o'qib oling. Esingizga tushdi. Endi mana shu shartga biz javob yozamiz. Qanday yozamiz? Bismillahirrohmanirrohim. 150 talik so'z bilan yozamiz. Ya'ni qayerga safar qilganingiz haqida yozishingiz kerak edi. 20 fevral 2024 القاهرة. 20 فevral 2024 القاهرة. صديقي العزيز محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. أتمنى أن تكون بخير وفي أتم العافية وفي تمام العافية. من سن يحشب آفية تدب تمام آفية تدب متقلما. أكتب إليك اليوم ليشاركك تجربتي الرائعة هنا في القاهرة. من قرينا بيرده sana yozdi, do'stini ismini yozdi, salom berdi, hol-ahvol so'radi, endi maqsadni yozyapti. Men senga bugun o'zimni tajribamni, ajoyib tajribamni, Qohiradagi ajoyib sarguzashtimni sen bilan bo'lishmoqchiman bugun. Bo'lishish uchun yozyapman yani. Haysu qanday qayerki qarortu safara ila Misr liqada'i ba'd al-vaqt fi iktishafi hadha al-balad al-ariq. Endi birinchi topshiriqni yoritishga kirdi. Qayerga safar qilding deganni. Qayerga safar qildingni Misrga safar qildim demayapti-da, balki
حيث قررت السفر إلى مصر لقضاء بعض الوقت في اكتشاف هذا البلد العريق. خب qaysiki ya'niki men Misrga safar qilishga qaror qildim. Ba'zi vaqtimni bu eski shaharni kashf qilish bilan o'tkazish uchun. Val mumti'i bi tarixihi va thaqafatihi. O'zini madaniyati bilan, tarixi bilan juda qiziqarli va qadimiy bo'lgan shaharni kashf qilish bilan va ba'zi bir vaqtimni o'tkazish uchun Misrga safar qilishga qaror qildim. Munzu wusuli ila al-Qohira, Qohiraga yetib kelganimdan beri شعرت بصدمة كبيرة بجمالها الفريد. uni takrorlanmas go'zalligidan bir dahshatni his qildim, bir shokni his qildimki, إنها مدينة ممتلئة بحركة. u harakat bilan to'la shahar albatta, tiwala al-yawm, kun bo'yi harakat to'la. فهي مليئة بالحياة وأنشطة متنوعة. u hayot bilan va turli xil faoliyatlar bilan to'lgan. زرت الأهرامات العظيمة. buyuk piramidalarni ziyorat qildim. وكانت تجربة مدهشة لا تنسى. va sarguzasht esa qanaqa sarguzasht bo'ldi ekan? Dahshatli sarguzasht bo'ldi, ya'ni zo'r sarguzasht bo'ldi, unutilmas. كما قمت بزيارة المتحف المصري. Misr muzeyini ham ziyorat qildim. وعجبت كثيرا بمجموعته الأثرية التي تعكس حضارة الفرعونيين العظيمة. juda ham ajablandim. بمجموعة الأثرية يعني tarixiy majmuatul asariya, majmuatihi asariya, ya'ni tarixiy majmualaridan juda ham ko'p ajablandim. Qaysiki o'zida buyuk Fir'avn hazorasini akslantiradigan. Amma binisbati lis-saqofa wal 'adat, saqofa ya'ni madaniyat va odatlarga keladigan bo'lsak, faqat a'jabatni kaseeran al-ma'kulat al-misriya al-laziza wa tariqatu tahdiriha. Meni ko'p ajablantirdi Misr ovqatlari, shirin Misr ovqatlari va ularni pishirilish yo'llari. Xususan kushariga o'xshagan, muluxiyaga o'xshagan, ful, al-madmasga o'xshagan ovqatlar xususan. Kama anna ash-sha'b al-misri, shuningdek Misr xalqi tayyibun va waduduna jiddan, juda ham yaxshi va xushchaqchaq ekan, ya'ni do'stona ekan. Vaqad lahaztu karamahum va husna diyafatihim. Ularni karamli ekanligini va mehmondo'st ekanligini mulohaza qildim. لا يمكنني أن أنسى الموسيقى والفنون التقليدية التي تعكس تاريخ هذا البلد العظيم. ومن unutmasligim kerak musiqasini va an'anaviy san'atlarini, o'zida bu buyuk shaharni tarixini akslantiradigan mana shu musiqa va fanlar san'atlarini unutmasligim kerak. Faqat istamta'tu bi hafalatil fanniya. San'at bayramlari bilan men maza qildim. San'at bayramlari bo'lgan ekan, o'sha bilan maza qildim. Va madaniy faoliyatlar bilan ham maza qildim. Ya'ni Qohira, eski Qohiradagi ko'chalarda olib borilayotgan madaniy faoliyatlar va san'at bayramlaridan men juda ham rohatlandim. Fil mujmal, xulosa qilib aytsam, ana mutaakkid min annaka satuhibbu ziyarata Misr yawman ma. Men juda ham ana mutaakkid, ya'ni ishonchim komil, sen ham biror bir kun Misr ziyoratini yaxshi ko'rib qolasan. Va sadastamti'u bi tajribatin faridatin la tunsa. Va unutilmas bo'lgan bu sarguzashtdan rohatlanasan, takrorlanmas sarguzashtdan, yagona sarguzashtdan rohatlanasan. Atatalla'u ila musharakati al-mazid min at-tafasil ma'aka 'inda 'awdati. Sen bilan yana ko'p tafsilotlari bilan bo'lishni, sen bilan qaytganimda tafsilotlari bilan yana ko'proq sen bilan bo'lishni ko'zlayapman. Ma'atiyat at-tamanniyat va ikhlasut tahiyyat, eng pok tilaklar bilan va eng xolis salomlar bilan sodiqukal hamim, seni sevimli do'sting Ali deyapti. Va bu bizdagi shaxsiy xatlarga misol. Shaxsiy xatlar juda ham har xil mavzuda bo'lishi mumkin. Misol uchun safar qil deyish mumkin, safar qilding, safaring o'rtoqlash, otangdan pul so'ra deyish mumkin, o'tgan safar tushgan shunga o'xshash insholar xatlar deganim. Yoki shunga o'xshash misol uchun do'stingiz, arab do'stingizni taklif qiling degan ma'noda ham tushishi mumkin. Va bu tartibiga ko'ra, xatda berilgan topshiriqqa ko'ra biz maqsadlarni o'zgartirib, mana maqsadlarda qanday yozilyapti o'shalarni o'zgartirib, o'zimizdan lug'atni boyliklarimizdan foydalanib yozamiz. Lekin shaxsiy xatlarning kirish qismi va tugash qismi va boshlanish qismi deyarli bir xil bo'ladi. Sizga qoladigan joyi faqatgina mana shu xatni asosiy mazmunini belgilaydigan 3 ta nuqtani yoritishingiz kerak bo'ladi xolos. Shaxsiy xatlarni shunday yozamiz. Keyingi darslarimizda uchrashguncha, ma'assalama.
Fi amanillah.